Kuni kecha AQShning Chikago universiteti olimlari tomonidan juda ham bir katta tadqiqot ommaga e'lon qilindi. Qandli diabet birinchi turi bilan kasallangan 12 nafar yoshi katta bemorlar butunlay qandli diabetdan xalos bo'lishdi. Sababi qandli diabet birinchi turi autoimmun kasallik bo'lganligi sababli oshqozon osti bezining beta hujayralari antitana sifatida qabul qilinib, nobud qilinadi. Natijada oshqozon osti bezi to'liq insulin ishlab chiqarishdan to'xtar edi. Shu kungacha o'tkazilgan tadqiqotlarda oshqozon osti bezi beta hujayrasi ko'chirib o'tkazilgan taqdirda ham yana organizm uni yot jism sifatida qabul qilib, immun tizimi uni parchalab yuborardi. Immun tizimini pastlatish uchun ishlatiluvchi dori vositalar esa juda ham zararli bo'lib, buyraklar uchun ayniqsa juda ham kuchli toksik ta'sir ko'rsatar edi. Bu universitet olimlari tomonidan ishlab chiqarilgan Tegoprubart deb nomlangan dori vositasi oshqozon osti bezi beta hujayralari ko'chirib o'tkazilgandan so'ng organizmga, immun tizimga qarshi kurashadi. Immun tizimini pastlatadi, jigarlar va buyrak uchun unaqa kuchli nojo'ya ta'sir o'tkazmaydi. Natijada ko'chirib o'tkazilgan beta hujayralar tomonidan ishlab chiqarilgan insulin qandli diabet birinchi turini davolashda kuchli qo'llaniladi. Hozirda ushbu 12 nafar bemorda barchasi insulindan to'liq xalos bo'ldi. Ya'ni insulin inyeksiyalarini endi qilishmayapti. Shuningdek, ular og'ir gipoglikemik holatdan chiqishdi va barchasida glikerlangan gemoglobin tahlili ham 6,5, hatto ba'zilarida 5,4% gacha tushganligi aniq bo'ldi. Ushbu tadqiqot hozircha 12 nafar insonda o'tkazildi. Kelajakda albatta katta guruh insonlarda ham o'tkazilishi rejada bor. Shuningdek, bu bemorlar 8 va 22 oy davomida kuzatuvda bo'lishadi. Natijalar keyin yana ham chuqurroq tahlil qilinadi. Agar shu tempda ketadigan bo'lsa, yaqin yillar davomida qandli diabetning birinchi turi ham to'liq davolanishi mumkin.